Buyrakdan aziyat chekyapsizmi? Buyuragingizda pilnefrit, tuz, toshlar bezovta qilyaptimi? Hattoki dializ olishga majbur bo'lyapsizmi? Biz sizga tabiiy giyohlarimizni tavsiya etib qolaman. Buyrak toshlari, buyrak shlaklari, pilnefrit, qorinda gib bo'lishi, bo'g'imlarda shish bo'lsa, mana shu tabiiy giyohlarimizni tavsiya etib qolamiz. Tabiiy giyohlarimizda pilnefrit, tuz, toshlarni hattoki dializ olayotgan bo'lsangiz ham sizga juda yaxshi natija bo'ladi. 100% kafolatli buyrak toshlariga tabiiy giyohlarimizni tavsiya etib qolamiz. Mana bu yerda buyrakni namataklik siropimiz bir kunda 3 mahal bir osh qoshiqdan ichiladi. Immunitet ko'taruvchi buyrak toshi, buyrak shamoli, ichki shamol, tana shamollashlariga ham siydik haydovchi, organizmni tozalovchi tabiiy giyohlarimizni tavsiya etib qolamiz. Namatakni o'zimiz tarkib topgan namataklik siropimiz. Shu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, buyrakdan aziyat chekayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'yishingizni tavsiya etib qolamiz.